Barchaga salom. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Meni ismim Yusufxon. Bugun siz bilan biz 2025-yil bo'lib o'tgan 7-xalqaro 7-yugurish marafoni haqida gaplashamiz. Ushbu marafonda Inson sug'urta tashkiloti korporativ komandasi koordinatori bo'lib qatnashdim. O'zi umuman 2025-yil proyektlariga boy, marafonlarga boy, o'zi umuman chinakam qiziqarli yil bo'lib o'tdi. Bugun yana bir bora takrorlanaman. Juda chill obstanovkada mana shu marafon haqida, marafonda nimalar bo'lgani haqida, tayyorgarlik qanaqa bo'lgani haqida sizga aytib beraman. Va bundan keyin shu oy davomida, to есть 2026-yil yanvar oyida Buxoro, Samarqand va onlayn Uzpost marafoni haqida video chiqaraman. Avvalgi videolarimizni agar ko'rmagan bo'lsangiz, avvalgi videolarni ko'rishni tavsiya etaman. Sun'iy intellekt haqida, kitoblar haqida, erkak kishiga nima kerak anjomlar haqida ham video chiqarildi bundan oldin. Endi yangicha format qilmoqchi edim, уже vaqti keldi degan umiddaman. Unda tayyor bo'lsangiz boshladik. Toshkent marafoni o'zi nima? Toshkent xalqaro 7-marafon. Bu 7-marta bo'ldi. Bu har yili Toshkentda o'tkaziladigan yugurish bo'yicha musobaqa. Oddiy musobaqa emas, xalqaro musobaqa. Masofalari 2 kilometr, 5 kilometr, 10 kilometr va 21-42. Marafonni asosiy maqsadi sog'lom turmush tarzini popularizować qilish, ya'ni sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlarni sportga jalb qilish. O'zi bilsangiz agar Toshkentda 3-4 organizatsiyalar bor. Pro-Run, Tashkent Runners, yana va hokazo. Va u joylarga nima desam, pul to'lab qo'shilmaydi, просто yugurish. Nima desam, kollektiv o'sha odamlar qiziqishi bir xil bo'lgani uchun hammaligisi birga yugurishadi. Kimdir ekoparkda, kimdir anaqada nominadi. Botanический сад. Botanический sadda yaqinda anaqa ham bo'ladi. Dayhart degan. Прикольно. Toshkent marafoniga nafaqat o'zimizdagi Toshkentning местный aholisi, balki boshqa chet davlat fuqarolari ham kelishgan. Chet el fuqarolari ham shu 42, 21, 5, 2, 10 kilometr yugurilgan. Bu yili marafon anaqada bo'ldi. Yangi O'zbekistonda bo'ldi. Bundan oldin shu Toshkent shahrining chiroyli joylarida yugurilgan. O'zimizni aholi chet el sportchilari bilan raqobat olib borishni his qilishi uchun ham juda yaxshi narsa. Aynan men marafonda nima qildim, qanday вообще bu dvijga aloqam bor. 2025-yil aprel oyida Inson sug'urta tashkilotiga qo'shildim, jamoasiga. Juda kuchli komanda. Вообще highlightlar qoldiraman marafon bo'yicha. To есть o'sha marafonda qanaqa nima bo'lganini. To'g'risi juda ham guli-guliga tegadigan, guli-guliga tushadigan joyga tushdim. Nimaga? Endi komanda, butun komanda, hamma oddellar hammasi birga. Hamma bitta maqsad marafonda qatnashish. Va biz korporativ komandamiz bilan to'g'risi portlatdik. Boshqa sug'urta kompaniyalari bilmadim ishtirok etishdimi yo'qmi, lekin ko'zga tashlanishmadi.
Xullas 2025-yil aprel oyida inson jamoasiga qo'shildim va qo'shilishim bilan srazu katta proyekt bo'ldi men uchun. Endi o'zingiz bilasiz, marketingda proyektlarni olib borish kerak, PR proyektlarni. Va bu katta loyihani menga ishonib topshirgani uchun rahbarlarimga va komandamga juda ham minnatdorchiligimni bildiraman. Korporativ komandani koordinatsiya qilish, start zonasiga qarash, har xil aktivnostlar yaratish, o'zi в целом движуха qilish qaysidir ma'noda juda ham qiyin masala. Chunki u odamlarni tanimaysiz. Tanimasdim o'sha paytda ishga endi kirganman-ku endi. Qo'llab-quvvatlash guruhiga rahbarlik qilish, ya'ni start zonaga, finish zonaga komanda bilan bo'lindik. То есть o'zimiz o'sha sponsorskiy zonamiz plus startda kutib olinadigan finish start bitta joyda edi. Qisqasi o'sha joyda kutib olish. Endi tasavvur qiling. Men bilan bir 20 ta odam bilan dvish qilish kerak, prям yondirish kerak. Nima desam ekan, сомневаться qilib o'tirmadim. Ikkita katta bayroqqa olganman, davay mahaj. Hozir mana videoni ham qo'yib qo'yaman mana bu yoqqa. Juda ham boshqacha bo'ldi. Endi dam olish kuniga qaramasdan biz 12-aprel kuni chamasi ertalabdan boshlab Stellani oldiga kelganmiz, Yangi O'zbekistonga. Endi hammamiz yig'ilishni boshlaganmiz Stellani atrofiga. 13-kuni adashmasam juda ertalab turib, 13-kuni deydi adashmasam, uydan chiqdim, metroga bordim. Juda ham erta turmasdim-da. Metro orqali o'sha maydonchasiga bordim. Organizatorlarga rahmat, respekt. O'sha metrodan chiqishga avtobuslar qilish kerak, yuguruvchilarga. O'sha avtobusda yetib oldim Yangi O'zbekistonga. Har xil tayyorgarlik momentlari boshlandi, razminka boshlandi. Juda ham boshqacha bir nima desam ekan. Butun korporativ komanda, hamma ko'k kiyimda, hammada inson yozuv, inson kepkada. Hamma razminka qildi, start zonaga ketdik, start zonada yondirishni boshladik. Nima desam ekan, marafon davomida yana kichkina xodimlar uchun va boshqa keladigan odamlar uchun viktorinalar bo'ldi. Motivatsiya, обязательно motivatsion rech bo'ldi esimda. Har xil rasmlar qilindi. Bundan tashqari kontent uchun определенный shablonlarimiz bor edi. O'sha shablonlar bo'yicha videolar olib, ya'ni o'zimizning korporativniy sotsaytlarimizga qo'yildi. Endi уже почти 1 yildan oshib ketdi. Bu marafon haqida yaxshi emotsiyalar qolgan. Может, qaysidir momentlar esimdan chiqib qolib ketgandir. Bu loyiha menga juda ham katta tajriba berdi, men nazarimda. Birinchidan jamoani boshqarish, logistika, kommunikatsiya va mas'uliyatli qarorlarni tezda qabul qilish. Eng muhimi, inson jamoasi bilan juda ham birga, nima desam ekan, yaxshi atmosheniyada bo'la oldim. Marafonga qatnashish ham o'sha payti plan qo'ygandim, o'sha keyingi marafonlarda yuguraman deb. Endi Xudoga shukr, yugurdik. Samarqand, Buxoro plus onlayn marafonda. Albattaki inson jamoasi
ancha o'zgarishlarni miyaga motivatsiyaga berib yubordida. Вот. Nima deyishim mumkin? Keyinchalik boshqa marafonlarda ham nasib qilsa qatnashamiz. Mana ustimdagi futbolka ham 7-chi Toshkent marafonidan qolgan esdalik. Endi to'g'ri yugurmadik, medalimiz yo'q. Хотя futbolka bor. Безопасный мир, Инсо, будет радостным твой путь. Инсо, возьмемся за мечты. Инсо, заботой новой высоты. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu narsa o'zi nimaga kerak? То есть kompaniyaga, men uchun va в целом o'zi odamlarga. Bu videoni asosiy maqsadida mana shu hozir gapirib o'tadigan narsam. Bu loyiha ortida juda bitta katta maqsad bor. Qaysi ma'noda? O'zi bu loyiha kompaniyaga, menga yoki yon atrofdagi odamlarga yoki o'sha qatnashuvchilarga nima, masalan, maqsad nima foyda? Aslida bu loyiha ortida bitta katta maqsad bor edi. Jamoamizni, masalan, kompaniyani oladigan bo'lsak, jamoamizni birlashtirib, sog'lom hayot targ'ib qilish, to есть sport deymiz, правильное питание deymiz. Mana shunday mayda-mayda narsalardan kelib chiqadi. Va inson nomini kuchli, chips, maqsadga intiladigan jamoa sifatida ko'rsatish. To есть HR brand deydi bu narsani. Осознанная kompaniya, социально ответственная kompaniya. To есть kompaniya tarafidan oladigan bo'lsak. Marafon bu oddiy yugurish emas. Sizga yana bir bor aytaman. Marafon bu oddiy yugurish emas. Bu masalan kimdir aytishi mumkin, qanaqadir jinnalar просто yugurib yuribdi deb. Yo'q, unaqa narsa emas. Bu birinchi o'rinda sinov. Qaysi ma'noda? Siz masalan uzoq расстояниеga yugurmoqdasiz va siz atrofingizda boshqa odamlar bor. Siz duxingiz yetdi, o'shani qildingiz, yugurdingiz, medalni oldingiz. To есть o'sha limiti bo'ladi yugurish vaqti bo'yicha. O'sha limitda siz yugurdingiz. Mayli, limit 45 minut bo'lsa, siz 43 minutda keling. Lekin siz qildingiz bu narsani. To есть tushunyapsiz-a? Bu irodani sinash, intilish va bir-birini qo'llab-quvvatlash ishida bunday olib qaraydigan bo'lsa, rostdan. Masalan, qaysidir kollega yoki bilmadim, uydagilar juda ham iroda, kuch, motivatsiyani konkretni bildiradigan joy mana shu joyda. Yana inson haqida aytaman, creator deydimi, nima deydi? Biz bu tadbirni xodimlarimizga yangi energiya berish. Ya'ni o'zi yugurgan yoki sport bilan shug'ullangan odam biladi. Sport trenirovkadan keyin yoki qanaqadir mashg'ulotdan keyin qanaqa priliv energiya bo'lishini biladi u. Masalan, bank, sug'urta sohasida ko'pincha o'tirishadi kompyuterda. Yangi kuch deganim qiziqtirish. То есть qanchalik xodim sportivniy interesi bo'lsa, o'shancha yaxshi. O'ziga ham, kompaniyaga ham. Yana bir muhim bir narsani aytib o'tishim kerak. Bunday tadbirlar yoshlar uchun juda ham zarur, men nazarimda. Bu nafaqat sport musobaqasi hisoblanadi, balki ularga to'g'ri motivatsiya, ya'ni ko'chada bilmadim, sigaret chekib, по барам yurishdan ko'ra, я думаю, намного лучше. Sog'lom raqobat. По-любому menga o'xshagan такой gavdali bola ko'radi, такой духтарчаlar, такой bolachalar sportivniy телосложениеda ko'radi. U qila olgan narsani nima men qila olmayman deydi birinchi o'rinda.
и o'zi harakat qilishni boshlaydi. Вот. Yoshlar shunaqa proyektlarning orqasidan o'z ustida ishlashni boshlaydi men nazar. Ushbu marafonni tashkillashtirgan tashkilotchilarga, sponsorlarga juda ham katta minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Plankani yuqori ushlab, уровеньni ko'rsatgan akalarimizga, opalarimizga juda ham esda qolarli, ancha yillar davomida eslab yursa bo'ladigan juda mo'shniy мероприятие bo'ldi. Yana birinchi marafonimda, balki o'sha birinchi marafonim bo'lgani uchun balki shunaqa emotsiyalardadurman, lekin haqiqatda organizatsiya была на высшем уровне. Nima deyishim mumkin? Yuksak marralarga erishishimiz uchun, yuksak millat bo'lishimiz uchun birinchi o'rinda yoshlarimizga bunday zo'r narsalarni targ'ib qilishimiz kerak. Akajon, opajon, singiljon, qadrdon, jigarim. Ushbu video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Nasib bo'lsa, keyingi marafonlarda, keyingi mana shunaqa katta masshtabli proyektlarda, balki ko'chada ko'rishib qolamiz degan umiddaman. Aynan siz O'zbekistonni yuksak qilasiz. 5 minut yoki 10 minut mana shu videoni ko'rishga ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddaman. Ko'rishguncha xayr.